Assalomu alaykum. Bugungi videoim mana svorka apparati haqida. Buni videoga olganim mana svorka apparatni 10 yildan beri ishlatar edim. Yaxshi ishlamay qoldi. Chalajon bo'lib, elektrodni yoqolmasdan qiynayotdi. Ustiga olib borsam, mana bu Xitoyning apparati. Ustiga olib bordim, ichini ochib, yog'-bag'ini pudab netib ko'rib turib, ishlatib ko'rib, ichidagi ichkarida sariq narsasini ikkita shunaqasi bor ekan. Shu pishga almashtirish kerak dedi. Mana yerda mana kabel erib turibdi-ku. Shuni yangilab ko'raylik. Ishlab ketar desam, undan bo'lmaydi, o'sha pastini almashtirmagungacha foydasi yo'q deydi. Aldayaptimi, yo'qmi tushunmasdan, bilolmasdan turdim. Qancha bo'ladi u desam, ikkita shunaqa bo'ladi 300 mingdan dedi. U pulga svorka apparat beradi-ku deb turib yig'ishtirib beravering dedim. Svorka apparat beradi deyapsiz, bu rossiyskiy daqa chiqmaydi, mana Xitoylari u pulga beradigan bunday deyapti. Bu Xitoynikiligi aniq sababi mana Rossiyani yozganini qaranglar, qanaqa qilib yozgan. Shuna bo'lib olib keldim. Men uni menda endi bunaqa steker yo'q. Erib ketgan joyidan chiqardimda, tayidan stekerni teshigiga tiqib turib suqdim. Yangida ishlayapti. Demoqchi bo'lganim, o'sha halol topadigan pulini harom qilib topmoqchi bo'ldi, eplolmadi. Shuni o'sha narsani to'g'rilab turib 100 ming, 200 ming deganda berar edim, rozi bo'lib. Menga uni apparat nimasini, ichidagi zapchasini o'tkazmoqchi bo'ldi. O'zimizni Farg'onada qattaligini aytmay qo'yaveray. Usta shunaqa qildi. Insofni o'ziga bersin.